Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, Arashan suyuvchi do'stlarimiz, inshaalloh biz Jallovot shahriga Oktyabrskiyga keldik. Ayilga. Azamat akamning qo'ralarga. Assalomu alaykum Azamat aka. Va alaykum assalom rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha seleksiya natijalaringizni, qo'ringizni yoritib beraylik, el xalqqa ko'rsataylik deb kelayotamiz mana buyursa inshaalloh. Bu qaysi qo'chqor bo'ladi shunda? Qaysi liniyadan? Liniya Ataman. Ataman. Klichkasi Ko'gart. Aha. Atamanning prямой bolasi, birinchi bolasi. Ha, Atamanning bolasi. Shunda bo'yi, parametri qanaqa? Elitaga kichkina jetpay qoldi. Birinchi klass dedim, biroq qo'zlarni Allohga shukr yaxshi beradi. Mashallah. Alloh razı olsun. Ne tish dedingiz buni? 2 tishdan 4 tishga ketdi. 2 tishdan 4 tishga o'tdi. Xo'p. Probnikleri bu da qolasa. Buni qo'zilarini inshaalloh ko'rsatamiz. Ikkinchi qo'chqoringiz mana bu, a? Bu 6 oylik qo'zi milliondan nevarasi oldi. Milliondan nevarasi. 6 oylik o'zi. Mashallah. Belotskiga talqab kelib ukaman oldim. Aha. Parametri qanday buni? Yine ötkürmedi okşaydı. Bırak parametre ötü zor olur. Ha maşallah. İnşallah. Allah nasip etsin. Bo'lmasam, mana bu qo'chqoringizni bolasini ko'rsataylik. Qo'zi qo'chqorlarni qani olib chiqingchi, buni baylab qo'ying. Tog'a bu qaysi qo'zi qo'chqorimiz? Qo'zi qo'chqor Atamanning prямой nevarasi bo'lib qoldi. Nevarasi Ataman. Hozirgina bolasi. Ko'gat. Ha, Ko'gatda bolasi. Mashallah tabarak. Nasib qilsa. O, quloqni qarang mashallah. Kastya, quloq. Go'zalligi obunachilarimiz ko'rib baho berib qo'yinglar. Kastaklarini qaranglar mashallah tabarakalloh. Sotiladimi aka yo bu tomoshagami? Bu tomoshaga. Mashallah deb qo'yamiz do'stlar. Bu ikki tishinde bir razrezini ko'rsatib qo'yaylik-da. Razrezini. Razrezda ekansa mashallah. O'ta qalin qo'chqor ekan, suvi putlari va baquvvat tushdi mashallah. Alloh barakasini bersin. Xo'p. Endi urg'ochilarni ko'rsatsak, buni qo'yib yuboring. Buldagi Ko'gartning prямой qizi. Mashallah. Yaxshi liniyadan ko'rsatish. Alloh barakasini bersin. Necha oylik bu? 20 kunlik. 20 kunlik. Mashallah. Mashallah tabarakalloh. Zo'r-a? Mashallah, chempionka bo'lsin, urg'och. Qo'yib yuboring. Qoradan bitta ko'raylikchi, qoradan. Mashallah, mashallah. O'ta baquvvat bu necha kunlik bo'ldi? Bu 1 oy bo'ldi, nasib qilsa. Otasi hozirgi. Otasi Ko'gart. Ha, mashallah. O'shanda Atamanning nevara qizi bo'ldi. Zo'r beribdi bolani. Xudoga shukr. Alloh dayishga qo'chqor ekan. Alloh barakasini bersin. Buni bizning koordinatorimiz Tinar Burondov ketgan. Mashallah. Basi emi o'yincha qolaversin, sekret bo'yicha. Mayli, mayli aka, qo'yib yuboring. Xo'p, boshlaganingizga qancha yil bo'ldi aka? Nasib qilsa 6 oydan 100 bo'ladi. 6 oy bo'ldi, lekin rezultat bambichskiy zo'r-a? Mashallah. Böyle aytib Ha, mashallah, mashallah. Shuni ko'yle 2 yil qiynaldimda charba qo'yladim. Oddiy qo'ylardan 2 yil qiyinchilik bo'ldi. Anaydan Tinar geldi. Arashan kachista ekanda baba. Azim degan inim geldi. Sapos Frunze'den, Özgün Canat'tan. Talgat degan ukam var Belotski'den milyon dinlemesi. Hozir Ular aytdi, dedi, o'ta yaxshi emi berishdi-da. Ha, mashallah. Hozir necha bosh urg'ochi qo'ylaringiz bor? Hozir 18 tuğdu. Dağa şükür. Gelginlerde var 1-2-3'ü. Общий hisobda necha bosh qo'yingiz bor? 20 qo'y. 20 ta qo'yingiz bor. Ha, mashallah. Qo'ylar qoldi, to'g'an. Yaxshi liniyadan. Alloh barakasini bersin aka. Barakotli bo'lsin. Qaysi liniyalardan bor hozir bu? Barliq liniyalardan bor. Qaysi, например? Bana Bayar Minelle, Белый Стрела, ana Tilektinali etgan yo'qda. Ha. Qolganlari bor. Bayar bilan Белый Стрела yo'q. Bayar Белый Стрела, ana Tilektinali etgan yo'q.
Ha, qolgan hammasi bor. Xudoga shukr. Maşallah. To'xtadik. Azim ukama rahmat. Allah razı bo'lsin. Talg'at ukama rahmat. Ana koordinatorimiz Tilar o'ta maga dem berdi-da. Charbag'oy baqqandan bir xizmatga 10 bile alınç dediler men. 20 aldım da. Nasip etdi. Allah razı bo'lsin. Allohga shukr. Satotamiz. Burunda o'tat, shu Orozdan keyin da o'tamda. Menga ham berasizmi qo'zi sog'liq? Urg'ochisidan? Maşallah. İnşallah Allah buyursa. Xo'rezni olib ketaman, niyat qilib qo'ydim Alloh xohlasa inshaalloh. Maşallah. Ko'z tegmasin, Alloh berguvchi zotda, Allohdan so'rasangiz Alloh berib qo'yar ekan. Bu leme men o'ylayım probniklerde o'tamda. İki kişi bölükte koyganım. Azimdeki mükemmel alganım. Mana endi 4 ishga ketdi. O'ta yaxshi deb atchat, baho berachat. Matinar, Azim, Talg'at ukam, Hazrat degan ukam bor. Ikram Ergashev degan bor. Men ukam bozor qurganda yaxshi bahoni berdi. Endi Allah razı olsun. yaxshi baho bersa, suyun o'tkazsinda. Suynasizda, Allah razı olsun. Shuncha mehnat, Allohning roziligi uchun rohatini ko'rasizda. Negizi. Aka bo'lmasam, shu Qo'chqorizni olgan odamga rahmat aytaylik. Birinchi o'rinda Allohga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Şu Azim ukama, Azim Suyurqulov deydi. Bardığına adam beradi, o'ta kichik bir adam. O'ta yaxshi. Bir narsa bo'lib zarib qolsam, ishini tashlab, shu qo'y tanlab ketib qoladi, qo'ylarga qarab. O'ta yaxshi odam. Birle men emas, bardığıyla bilsek Azimde. Saqos Ruzadan. Bardığıyla rahmatni aytib kelayotganda, men jomon so'zni uqalayapman. Men bir dile barvadım, şu Azim degan inim büt olib keldi. Bir masti aylanpaş çıkmadım da. Şu yübilesine tokçuluk versin, tapkan taşkanlarına bereke versin, baktulu olsun, aman esen olsun. 2 yil do'stlikchilik abadiy bo'lsin. Qirg'iziston, O'zbekiston xalqlari abadiy do'stlikchilik bo'lsin. İnşallah yo'llarimiz ochilib, yana qo'yiladi. Perevozkasi boshlanib, inshaalloh Arashan zotini eng yaxshilari O'zbekistonda ham bo'lsin, Qirg'izistonda ham bo'lsin, butun O'rta Osiyoda bo'lsin. Her bir pendede olsun. Ha, har birida mo'min musulmonda bo'lsin. Mo'min musulmonda olsun. Kim niyat qilgan bo'lsa erishsin. Alloh barakasini bersin. Tilese o'sha Allah tilegine razı olsun. yetsin ha. Rahmat. Allah Sizga. razı olsun. Ha.